Assalomu alaykum, mana azizlarim. Bugungi darslikda sizlar bilan aynan sotuvlarni oshirish bo'yicha ikkinchi qism davomi bo'ladi. O'tgan safar men sizga aynan Instagramda sotuvlaringizni ko'paytirish uchun qilinish kerak bo'lgan muhim elementlari bo'yicha gapirib chiqdim va bugun ana o'shani davomi bo'ladi. Ya'ni hozirgi zamonda ko'pchilikning diqqat e'tibori bilamiz, что Instagramda, Facebookda, Telegramda, ya'ni ijtimoiy tarmoqlardami diqqat e'tibori aynan internetda reklama bersak, bizda bu eng katta sotuvlarni olib kelyapti. Shu sababdan bugungi darsligimizni unda boshlaymiz. Demak, birinchi o'rinda juda ham muhim hisoblanadi to'g'ri upakovka. Ya'ni target reklamasini yoqishimizdan oldin men juda ko'p marotaba aytaman, to'g'ri upakovka qilinglar, profilinglar tayyor bo'lsin. Target yoqishdan oldin profilingiz tayyor bo'lmasa, unga reklamani yoqish hali vaqtli hisoblanadi. Biz uni to'ldirib bo'lganimizdan keyingina reklamani nastroyka qilib yoqsak, bu bizga yaxshi sotuvlarni olib keladi. Shu sababdan bugun mana shu profil upakovkasi bo'yicha sizlar bilan gaplashamiz. Xo'p, birinchi o'rinda bizda eng katta ahamiyat berish kerak bo'ladigan главный element bu Instagramingizning nomi, то есть nickname deyiladi, tepasida imya pользователdagi nomi. Demak, odamlar, men ko'pincha studentlarimga aytaman, odamlar qidiradigan nom bilan profilinglarni ochinglar deyman. Misol uchun, odamlar nima deb qidiradi? Kosmetolog yoki bo'lmasam doktor yoki qanaqadir shop, ya'ni mana shu odamlar qidiradigan nom bilan, поисковой nom bilan ochadigan bo'lsangiz, profilingizni odamlar qidirishga qiynalmaydi. Ya'ni kim qidirsa, siz kelib chiqaverasiz. Shu sababdan aynan odamlar qidiradigan nom bilan ochishimiz kerak. Chunki juda ko'pchilikni bilaman, ismini juda uzun yozib yorishadi yoki bo'lmasam qisqa, tushunarsiz, boshdan elementlar qo'yib qo'yishadi. Misol uchun nижний подчеркивание yoki точка dan boshlashadi. Yo'q, bu noto'g'ri. Biz profilimizni ochayotganimizda iloji boricha auditoriya bizani topishga qiynalmasligi uchun shunaqa nima desa bo'ladi, oson eshitiladigan, odamlarni yodida qoladigan shunaqangi nom o'ylab topishinglar kerak bo'ladi. Bu bo'yicha mana offline, online studentlarim menga yozishadi, Jamila opa, shunga qanaqa nom tavsiya berasiz yoki menda shunaqa ishlab chiqarish yoki qanaqadir shaxsiy brend yurg'izibman deyshadi va bu bo'yicha yana agarda sizlar uni detalni bilmoqchi bo'lsanglar, offline или online kurslarga kelsanglar, sizlarga bu bo'yicha xudo xolisa yo'llanmalar yordam beraman va bu nom bilan odamlar sizni tezroq topib oladi va o'sha qiynalmasdan qidirganda siz kelib chiqaverasiz. Xo'p, ikkinchi ahamiyat berishimiz kerak bo'ladigani bu o'sha nomi, nicknamedan keyin avatarka turadi, shapka profil. Bu shapka profil bizda juda ham muhim. Bunga mana o'tgan safar ham aytdim, logotip yoki foto qo'yish kerak. Foto qo'yganda ham uni professionalniy fotosessiya qilingan, professionalniy foto turadigan bo'lsagina, bu odamlarning diqqatini tortadi. Chunki bilinglar, mana men reklamadan kirdim yoki blogerlardan ko'rib, siz akkauntingizga kirdim, reelslardan kirdim, birinchi bo'lib o'sha baribir xoliydimi, xolamaydimi, ana shu tepasida shapka profil turadi-yu, avatarkadagi rasm. Ana o'shanga ko'zi tushadi. Shu sababdan iloji bo'lsa bunga yarki yoki logotip tanlayotganda ham iloji boricha logotiplarni minimalizm tarzda qilinglar. Chunki bir xillarni bilaman, logotipini o'zi kichkina tepasida turadigan kichkina logotip ichiga telefon nomer ham qo'yishadi, yana nomini yozib qo'yishadi yoki bo'lmasam manzil yozib qo'yishadi, qanaqadir kerak emas elementlarni qo'yishadi. Yo'q, bizda u logo shunaqa bo'lishi kerakki, to есть bitta qaraganingizda o'qiy olishingiz kerak. Misol uchun mashhur brendlar bor, ularni bitta qaraganda siz nima haqidaligini ayta olasiz, bila olasiz. To есть minimalizm qilib o'sha logotipga joylashtirilgan. Keyin undan keyin pastdagi biotekst ham bizga juda ham muhim, chunki biz u yoqqa aynan bizning ustunlik tarafimizni yozib qo'yishimiz kerak. Bir xillar juda ham katta so'z yozib yorishadi yoki kerak emas. O'zi u yoqda mana avatarkan tagida kichkina qisqacha tekst bo'ladi-ku, o'sha tekst bizda qisqa bo'lishi kerak. Odamlar shundoq qaraganda yo nima haqidaligini tushunib olish kerak. Kerak bo'lsa telefon nomer, daniylarni yoki direktdan yozsam nima qilish kerak, o'shani siz konkretno aytib qo'yishingiz kerak. Va undan keyin уже sekin-sekin pastiga tushadi. Chunki bilib olinglar, profilga kirgan yangi akkaunt yoki yangi siz
sizni obunachingiz hech qachon eng pastidagi birinchi reelsingizga yoki postingizga tushmaydi. Birinchi bo'lib o'sha shapka profilini ko'radi, tagidagi UTP tekstini va ana undan keyin pastidagi aktualniy highlightslarga o'tadi. Bu aktualniy highlightslar bo'yicha ham men sizlarga kerakli ma'lumotlarni tayinlab qo'ydim. Ya'ni bu aktualniy highlightslar bizada sotuv как yuragi desam ham bo'ladi. Xuddi bo'yicha Instagramning asosiy menyusida. Mana restoranga kirsanglar nima qilasizlar? Birinchi bo'lib menyu bosasiz, ochasizlar, to'g'rimi? Bu menyuni ochganingizdan keyin siz o'sha haqida, o'sha profil haqida batafsil ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Ya'ni u ma'lumotlarga bizni iloji boricha o'zimiz haqimizda o'sha konkretno kerakli detallarini yozib qo'yishimiz kerak. Kerak bo'lsa odzivlar, sharhlarni qo'yib qo'yishimiz kerak. Joyimizda bo'ladigan bo'lsa lokatsiyani o'sha aktualniy highlightsga zakrepit qilib qo'yishimiz kerak. Chunki kirgan odam faraz qilinglar, o'sha yangi profilga kirgandan keyin aktualniylarga ko'zi tushadi-da va aktualniylarni birinma-ketdan ko'rib chiqadi. Va o'shani ko'rgandan keyin siz haqingizda o'sha boshlang'ich как бы nima desa bo'ladi, informatsiyaga ega bo'ladi. Xo'p, ana endi buni bu значит bizani potensialniy mijozlarimizni ishonchiga kirishimiz uchun juda katta turtki yordam bo'ladi bu aktualniy highlightslar. Ana o'sha aktualniy highlightslarga kerak bo'lsa, men ko'pincha studentlarimga ham aytaman, doktor bo'ladimi, shaxsiy brendmi, o'zingizni yutuvlaringizni ham qo'yib qo'ysangiz bo'ladi deyman. Misol uchun sizni qanaqadir o'sha nimada sertifikatlaringiz bo'lishi mumkin, diplomingiz bo'lishi mumkin. Ana o'sha yutuvlaringizni aktualniyga zakrepit qilib qo'ysangiz, kirgan odam siz haqingizda to'laqonli informatsiyaga ega bo'ladi. Va ana undan keyin o'sha pastdagi post, reelslarga tushamiz. Va o'sha post reelslarni iloji boricha kamida 24 ta post yoki reels joylagandan keyin ana undan keyin targetированный reklama yoqsa, bizga bu ko'plab sotuvlarni olib kelishga yordam beradi. Xo'p, bugungi darslik tushunarli bo'lgan bo'lsa, men bundan juda ham xursand bo'laman. Yozinglar kommentariyalarga. Demak, keyingi qismlarda o'sha sekin-sekin post reelslarga tushib, ana undan keyin profilimizni batamon nima desa bo'ladi, professionalniy o'sha upakovka qilib bo'lganimizdan keyin o'sha bemalol bunga targetированный reklama yoqsa bo'ladi. Demak, xudo xolisa keyingi darsliklarda sizlar bilan ko'rishamiz. Kimda kim o'qimoqchi bo'lsa, onlayn yoki offlayn o'qimoqchi bo'lsa, izohlarda menga plus belgisini qoldirsanglar, o'sha bugundan onlayn xohlasanglar, onlayn обучениeni boshlasanglar bo'ladi. Yoki mana offlayn darsliklarimiz tez orada yangi potok ochilyapti. Ana o'shanga kelib, professionalniy o'sha SMM, targeting, reklamalarni yoqishni o'rgansanglar bo'ladi. Xudo xolisa keyingi darsliklarda men sizlarga aynan target bo'yicha ham batafsil ma'lumot beraman.